Assalomu alaykum, domboqlarim. Bugun men sizga bir kazzob haqidagi rivoyatni aytib beraman. Bor ekan-u, yo'q ekan, qadim zamonda Kazzob Qosim degan bir lofchi yashagan ekan. Bir safar kechasi u bir eshakni ustiga minib, 7chi osmonga sayr qilgan emish. O'shanda ko'rgan narsalarni shunday deb aytgan ekan: "Men yam-yashil bo'pti Robbimni soqolsiz va sochi jingalak yosh bola shaklida ko'rdim. Buni mana bu kitobda o'qisangiz bo'ladi. Hamda mana bu manbalar ham shunga tegishli." Boshqa lofchi esa Kazzob Qosim Robbini o'z ko'zi bilan ko'rgan deb ta'kidlaydi. Xullas, Kazzob Qosim tunda besoqolboz bir bolani ko'rgan emish. Rivoyat tamom bo'ldi, eshitganlar lol qoldi. Rivoyat aytish mendan, xulosa qilish sendan. Ajoyibmi? Ajoyib.